Kimni uchratdim topinglarchi? Pablo Emilio Escobar. Выставkaga kelib oddiy sotuvchi bo'lib ishga joylashib, kimlar bilandir kontrakt tuzyaptimikin, ha? Wow! Suni chiqmadimi boshqatdan aytay? Wow! Yana suni chiqdi, bilasiz. Yerda ketyapti, ko'rmaganga o'xshab turibdi, ko'rib qolgandek qilib olishim kerak-da. Wow! Legendarniy Harley Davidson, qaranglar stilda, qaranglar klassikani va go'zallikda opamiz qochib turibdi. Thank you. Qaranglar qanaqa odamligini bulardi. Juda ham sizlar tushunadi. Kameraga olyapti tursanglar, nimaga kameraga olyapsan demaydi. Lekin akalar narxini bilmayman buni nech pulligini, lekin buni narxiga normalniy mashina beradi. Prям очень нормальный. Trubalarni qaranglar. Har bittasini funksiyasi bor. Bu dekorativ emas. O'ta go'zal, ha? Bu opamiz hech qanaqa shart qo'ymasdan qanaqadir giveaway o'tkazyapti ekan mana shu yerda. Ayollarning kiyinishini qaranglar. Havasinglar keladi. Ba'zi birlar o'rnay olsa bo'ladi shu amerikaliklardan, ha? 1 milliardta odamga obuna bo'ling, kommentariyga dada so'zini qoldiring va shunda sizni 1 trilliondan 0.1% imkoniyatingiz chupa-chup sutishga bo'ladi deb chiqishadi-yu. Ukamizni kalishi zo'r ekan. Ko'tingni ko'rsataman demayapman, kalishi voy bila. Mana haqiqiy o'sha katta traktor treyleri bilan buni flatbed deydi. Haqiqiy katta o'sha trakka kichkinalashtirilgan varianti, ya'ni maketi, qaranglar, haqiqiy temirdan qilingan. Mana Такое, блин, atmosfera cho'tkilega. Qaysidir traktor motorini qobig'i bo'lsa kerak, endi mexaniklar tilida tushunmayman, lekin kimlargadir qiziq bo'lsa shuni ham ko'rsatib o'tib ketay. 6 silindrli shekilliga, 6 silindrli ekan. Mana Ford pick-upda 250 taligi akalar, ancha-muncha o'zimizning traktorlardan kuchli podveskalarni qaranglar. Podveskasini ko'ryapsizlarmi? Такое ranga cho'tka. Menga juda yoqdi. Xavfli gaz hamda suyuqliklar, xavfli gaz degani o'siriqda aytmayapman. Umuman metan, propan bo'lishi mumkin va hokazo shunga o'xshagan materiallarni tashish uchun spesial treyler akalar, buni nomi hazmat deyiladi, ya'ni hazard materials, opasniy material. Buni pravasini olish uchun alohida o'qish kerak. E'tibor beringlar, hamma yoqda Amerikani bayrog'i, sababi xalqi mamlakatini juda yaxshi ko'radi. Qoch, militsiya kelyapti, qoch. Dokumentim bo'lsa ham, patentim bo'lsa ham qoch. Bu yerda ot kuchi moshniligini, motorning ichini ochib qarash shart emas. Kameraga olsam egilib o'tishyapti. Prosta уже kuzovidan bilib olsanglar bo'ladi. Qanaqa baquvvat bu. Nima uchun bu videoni sizlarga ko'rsatyapman? Trak haydayman deydigan akalarimiz ko'p. Amerikan proseslarga hissiyot, atmosferasini yetkazib berish uchun. Umuman shu trak sohasi qanaqa traklar bor va shunga o'xshagan narsalar ko'proq bilim va tushuncha olinglar deyapman akalar. Bu prям oila uchun mo'ljallangan trak ekan. Qaranglar, uy bor ekan orqasida. Ichiga kirib ko'raymi? Ichida polniy холодильник, kuxnya, даже lyustralarigacha bor ekan trakning ichida. Juda ham katta joy. Qaranglar. Endi 500 ta kira olganiga men videoni ham ololmayapman. Sizlarga nafaqat akalar traktor ustini, balki traktor tagini ham mana polniy ko'rsataman. Yomon vaqtida переходlar qilib gapiraman, bilasizlarmi, prям rejissyor bo'lishim kerak. Mana akalar, mexanik bratlar, sizlarga qiziq bo'lsa mana ko'rsatib o'taman. Eng qizig'i mana shu vaqtgacha hozir qizlar ham ko'ryapti turgan bo'lsa, sizlarga qoyil, lekin prям o'zimga qoyil, shunchalik sizlarni jalb qilishni bilyapman ekan. Bo'lmasa mexanika qizlarga qiziq emas. O'zi bu videoni Telegramga joylab, sizlarni hammalarni Instagramdan Telegramga o'tkazishim kerak edi. Bahonada Telegramni ham reklama qilib olyapman, o'tib olinglar akalar. Itti kepkasi so'ragan, qaranglar. Xullas, video qilaman desam, akalar, hali joy juda ham ko'p. Menga bu 10 minutlik video bilan tugatib qo'ya olmayman. YouTube'da 1 soatlik video olish kerak, qaranglar. Juda katta maydon, polniy mashaqa traklarga to'lgan. Xullas, sizlarga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Kayfiyatinglarni ko'targan holatda sizlarga trak haqida ma'lumot berdim hamda Amerikani sizlarga vibe'ini yetkazib berdim degan umiddaman. Rahmat ko'rganlarga oxirgacha. Spesial shu Turon Sizel maktabimiz podpishchilarga ko'rsataylik shunaqa joylarda deb bizni olib keldi akalar. Turon Sizelga alohida rahmat. Agar kimdir oxirgacha ko'rgan bo'lsa, akalar kommentariyda "nyau" degan so'zni qoldiringlar. Bля, 9 minutli video opani buyini сказала.